Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Avrat va uning chek-chegirisi. 316-savol. Avrat degan nima? Javob. Avrat insonning echilib qolsa ayib bo'ladigan va uningga qarashdan hayo qiladigan organlari demakdir. Namoz o'qiganda avrat a'zolarini yo'gash namozning qabul bo'lishining shartlaridan biridir. Erning avrat joylarining chek-chegirisi. 317-savol. Erlarning avrat a'zolari qaysilar? Javob. Erning avrat sanaladigan a'zosi uning kindiki bilan ikki tizining orasidagi joylardir. Buningdan boshqa a'zolari avrat emas. Erlarning mayli namozda, mayli odatdagi vaqtlarda avrat sanalgan a'zolarini yepib yurishi farzdir. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Erning kindiki bilan ikki tizining orliqi avratdir. Darquti Bayhaqi rivoyati. Ayolning avrat joylarining chek-chegirisi. 318-savol. Ayolning avrat a'zolari qaysilar? Javob. Ayolning avrati 3 xil bo'ladi. Birinchisi, ayolning yot va musulmon emas ayollar oldida avrat sanaladigan joylar. Ikkinchisi, ayolning mahramlari oldida avrat sanalgan joylari. Üçüncüsü, ayolning musulmon ayol jinslari oldida avrat sanalgan joylardir. Bularning tafsiloti tuvandikicha. Ayolning yot erlar va musulmon emas ayollar oldida avrat sanaladigan joylari. Ayolning yot erlar, musulmon emas ayollar va musulmon bo'lsa-mu diyonat va axloqdan nesivasi bo'lmagan fosiq ayollar oldida yuzi, ikki olqini va ikki putidan boshqa butun badani avratdir. Chunki musulmon yot erning musulmon emas er yoki ayol qandoqli birining musulmon ayolning avrat sanaladigan joylarini ko'rish to'g'ri emas. Hatto diyonat va axloqdan nesiva olamagan ba'zi musulmon ayollarning dindor ayolning avrat joylarini ko'rish to'g'ri emas. Ularning erlarga sifatlab berishi yoki hozirgi fan texnika asrida musulmon ayolning avrat sanalgan joylarini rasmga tortib olib, yomon niyatli odamlarga tarqitish ehtimoli ko'p. Bu sababdan musulmon ayol o'zining iffat nomusini qo'g'dash yuzasidan bundaq axloqsiz ayollarga avrat joylarini ochmasligi lozim. Ammo ayolning zaruriyat yuzasidan yoki doktorxonaga ko'rinish uchun ba'zi joylarni echishi ruxsat qilingan ishlar qatoridan sanaladi. Chunki islom qonunida zaruriyat ma'ni qilingan ishlarga yo'l qo'ydi deydigan prinsip bor. Ayolning mahramlari oldida avrat sanalgan joylari. Ayolning mahramlari nikohi bog'lanmaydigan tuqqanlari oldida avrat sanalgan joylari, uning qo'rsiqi, dumbisi, ikki uyatliq organi, ikki tizi bo'lib, bulardan boshqa joylari avrat sanalmaydi. Ularga bilaklarini, putlarini, bo'yinlarini va chechini ossi gunoh bo'lmaydi. Ayolning mahramlari oldidagi avrat joylari Nur surasining buni oyatlarida aniq bayon qilingan. Mu'minlarga aytqanki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini yopsin. Ko'rinib turadigan qismidan boshqa zinnatlarni oshkorlamasin. Lechaklar bilan ko'kraklarini yopsin. Odatda ko'rinib turadigan qismidan boshqa zinnatlarni erlardan, otalardan, yo qiyin otalardan, yo o'g'illardan, yo erlarning o'g'illaridan, yo o'z qarindoshidan, yo qarindoshlarining o'g'illaridan, yo hamshirlarning o'g'illaridan, yo dindosh ayollardan, yo qo'l ostidagi cho'rlardan, yo xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qari daldish bo'lganlikdan jinsi shahvati yo'qlardan yo ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarni kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mu'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Sura Nur 30-31-oyatlar. Umuman qilib aytganda, ayol o'zining mahramlari oldida normalda uy ichida echib yursa ayibga buyurilmaydigan joylarini echib yursa bo'ladi. Doktor Yusuf al-Qardavining fatvolaridan. Musulmon ayollarning hamisha keng, ozoda va uzun kiyimlarni kiyishi, yuzi, ikki qo'li va ikki putiga o'xshagan odatda ochiq turadigan a'zolardan boshqa joylarini yepib yurishi islomiy go'zal axloqning jumlasidan sanaladi. Ammo texi odat ko'rish yishiga yetmagan narsida qizlarning namozda bo'lsin yoki namoz sirtidagi normal vaqtlarda bo'lsin, ba'zi avrat a'zolari echilib qolsa-mu, ularga gunoh bo'lmaydi va o'qigan namozlarimi buzilmaydi. Qibla va niyat to'g'riliq masalalar.
319-savol. Qiblaga yuz keltirish degan nima? Javob. Qiblaga yuz keltirish namozda yuzini va butun vujudini Masjidi Haramdagi Ka'ba tarafga qaratib turish deganlikdir. 320-savol. Qiblaga qarashga imkoniyat bo'lmasa qanday qilish kerak? Javob. Kasallik, urush maydonida bo'lganlik, dushmandan ehtiyot qilganlik, qatnash qurollarining ustida bo'lganlik sabablardan qiblaga qarab namoz o'qishga imkoniyat bo'lmagan sharoitlarda piyoda bo'lsin yoki qatnash qurollarida bo'lsin, shu vaqtdagi sharoitga qarab imkon qadar qiblaga yuzlanishga imkoniyat bo'lmasa, qaysi bir tarafga qarab namoz o'qisa bo'laverdi. 321-savol. Qiblani topolmagan chog'da qanday qilish kerak? Javob. Safar ustida qorong'ulik yoki havoning bulutli bo'lganligi sababi bilan qibla tarafini bilolmagan kishi qiblani so'rab bilishga odam topolmagan yoki kompasga o'xshash taraflarni ko'rsatgich saymonlarmi bo'lmagan sharoitda qiblani tepish uchun izlanib o'z qanoatiga ko'ra qibla tarafni belgilab namoz o'qiydi. Uning bu vaqtdagi namozi durust bo'ladi. Qiblaga yuz keltirishning adablari. 322-savol. Qiblaga yuz keltirishning adablari qaysi? Javob. Namoz o'qiganda ko'ksini va yuzini qibla tarafga qaratgan kishi albatta qalbini dunyoviy g'arazlardan, nafsi havaslardan ozod qilgan holda Alloh taolaning huzuriga yuzlantirishi va aqlini, fikrini, shundaqla butun vujudini o'zi munojat qilmoqchi bo'lgan egasi Alloh taolaga beg'ishlashi qiblaga yuz keltirishning adablaridandir. 323-savol. Namozda nima uchun Ka'ba tarafga yuz keltirish kerak? Javob. Namozda Ka'ba tarafga yuz keltirish va haj, umra ado qilganda Ka'ba atrofini aylanib tavob qilishdan maqsad Ka'baga cho'qinish yuzidan emas, balki Alloh taolaning namozda yuzini Masjidi Haram tarafga qilgan. Sura Baqar 144-oyat deb buyurgan amrga binoan Allohga ibodat qilish yuzidan Ka'ba tarafga qaraymiz va haj umrni Ka'baning atrofini tavob qilish bilan qilamiz. Ibodat faqat Allohga qilinadi. Shunga Alloh taolo ba'zi kishilarning bu amrni xato tushunib qolmasligi uchun ular bu uy ya'ni Baytullohning Parvardigoriga ibodat qilsin deganga o'xshash oyatlarni tushirgan. Sura Quraysh 3-oyat. Niyat to'g'riliq masalalar. 324-savol. Niyat degan nima? Javob. Niyat qalbdagi maqsad demakdir. Namozning niyati Alloh roziligi uchun namoz o'qishni ko'ngliga putish deganlik bo'lib, niyatning o'rni qalb bo'lg'achqa namoz o'qimoqchi bo'lgan kishining namoz o'qish oldida qaysi namozni o'qimoqchi bo'lganligini ko'ngliga pukishi shartdir. Niyatni til bilan so'zlash shart emas. 5 vaqt namozning rakatlari. 325-savol. Rakat degan nima? Javob. Rakat namozga boshlab qiyom, qiroat, ruku va ikki sajdani tamomlag'uvchilik bo'lgan harakatlarning hammasi rakat deyiladi. 326-savol. Bomdod namozi qancha rakat va tartibi qanday? Javob. Bomdod namozi 2 rakat sunnat, 2 rakat farz bo'lib, hammasi 4 rakatdir. Avval 2 rakat sunnat, keyin 2 rakat farz o'qiladi. 327-savol. Peshin namozi qancha rakat va tartibi qanday? Javob. Peshin namozi 4 rakat oldingi sunnat, 4 rakat farz va 2 rakat keyingi sunnat bo'lib, jami 10 rakatdir. Avval 4 rakat sunnat, keyin 4 rakat farz, eng oxirida 2 rakat sunnat o'qiladi. 328-savol. Asr namozi qancha rakat va tartibi qanday? Javob. Asr namozi oldida 4 rakat taksiz sunnat, ondan 4 rakat farz bo'lib, jami 8 rakatdir. Avval 4 rakat taksiz sunnat, keyin 4 rakat farz o'qiladi. Taksiz sunnat Payg'ambar alayhissalom ba'zida qilgan va ba'zida qilmagan ishlar deganlikdir. 329-savol. Shom namozi qancha rakat va tartibi qanday? Javob. Shom namozi 3 rakat farz, 2 rakat sunnat bo'lib, jami 5 rakatdir. Avval 3 rakat farz, keyin 2 rakat sunnat o'qiladi. 330-savol. Xuftan namozi qancha rakat va tartibi qanday? Javob. Xuftan namozi 4 rakat taksiz sunnat, 4 rakat farz va 2 rakat sunnatdir. Avval 4 rakat taksiz sunnat, ondan 4 rakat farz, keyin 2 rakat sunnat o'qiladi. 331-savol. Vitr namozi qancha rakat va qachon o'qiladi? Javob. Vitr namozi 3 rakat bo'lib, xuftan namozidan keyin yoki ayrim o'qiladi.
Vitr namozi xubtan namozidan ayrim bir namozdir. 332 savol. 5 vaqt namozlarning farzini o'qish kifoya qilamdi? Javob. Alloh taolo buyurgan 5 vaqt namoz faqat ularning farzlaridir. Bu farzlarni barliq shartlarga va jimi qoida tartiblarga to'liq rioya qilgan holda komil ado qilgan kishi islom dinida buyurilgan 5 vaqt namozni ado qilgan bo'ladi. Sunnatlarni o'qimaganligi sabablik ayibga buyurilmaydi va gunohkorma bo'lmaydi. Ammo payg'ambar alayhissalom bu sunnatlarni hamisha o'qishni o'ziga odat qilgan, o'zirsiz tark etmagan. Chunki inson har bir kamchiliklardan, xatoliklardan va nuqsonlardan xoli bo'lmaydi. Bu sababdan hech kim namozlarini Alloh taologa talab qilgan ravishda to'liq ado qildim deb aytolmaydi. Shunga 5 vaqt namozni sunnatlar bilan qo'shib o'qishga zo'r ehtiyojliqmiz. Chunki 5 vaqt namozning sunnatlari farzlardagi kamchiliklar va nuqsonlarni to'liqlaydi hamda ayrim savobga erishtiradi. Namozning farz, vojib va sunnatlari. Namozning farzlari. 333-savol. Namozning farzlari qancha? Javob. Namozning farzlari 6 bo'lib, ular tovandikicha. Birinchi, takbir tahrimi. Namozni boshlash takbiri. Ikkinchi, qiyom, namozda o'rib turish. Uchinchi, qiroat, namozda Qur'on suralaridan o'qish. To'rtinchi, ruku, qo'lini tizg'i qo'yib yerga egilish. Beshinchi, sajda, namozda peshonisini yerga qo'yish. Oltinchi, qoida oxir, namozning oxiridagi o'ltirish. 334-savol. Takbir tahrimi qanday aytiladi? Javob. Takbir tahrimi Allohu akbar deb arab tili bilan aytiladi. O'zi yolg'iz namoz o'qimoqchi bo'lgan odamning takbiri o'zi ishtikichilik ovozda aytishi yetarlikdir. Ammo imom bo'lgan kishining jamoat ishtikichilik unlik ovozda aytishi kerak. 335-savol. Qanday namozlarni o'ri turib o'qish shart qilinadi? Javob. Har qanday namoz o'ri turib o'qiladi. Farz yoki vojib namozlarni, sunnat namozlardan bomdodning sunnatini, alayda muhim sunnat bo'lganligi uchun o'ri turib o'qish farzdir. Sunnat va nafl namozlarni o'ri turib o'qish farz emas. O'ri turishga majoli yetadigan turibmi, bu namozlarni o'ltirib o'qishga bo'ladi. Biroq savobi kamlab ketadi. Shunga tenisaq kishining har qanday bir namozni o'ri turib o'qigani afzal. 336-savol. Har qanday bir namozda Qur'on o'qish farzmi? Javob. Har qanday bir namozda Fotiha surasini o'qish farzdir. Sunnat, vojib va nafl namozlarning butun rakatlarida 2 rakatlik farz namozlarning hamma rakatida va 2 rakatdan ko'p farz namozlarning oldingi 2 rakatida Fotiha surasidan keyin Qur'on Karimdan bir sura yoki bir qancha oyat o'qish farzdir. Bu qiroat deb ataladi. 337-savol. Qiroatning miqdori qanchalik bo'ladi? Javob. Qiroatning eng oz miqdori qisqa oyatlardan 3 oyat yoki uzun oyatlardan oz deganda 3 oyatga teng keladigan bir oyat o'qiladi. Buningdan oz Qur'on o'qigan kishining namozi qabul bo'lmaydi. Ko'p o'qishning cheki yo'q. 338-savol. Ruku qanday qilinadi? Javob. Ruku bosh bilan dumbani 2 qo'l tizlog'i ozodi yetkichilik egilish deganlik bo'lib, rukuda bo'yin bilan dumbi tekshi holda barobar bo'lishi shart. 2 qo'lning barmoqlari ochilgan holda tizlarni tutib turadi. Rukuda erlar jaynaklarini qo'rsqiga tekkizmaydi, ammo ayollar jaynaklarini qo'rsqiga chaplab turadi. 339-savol. Sajda qanday qilinadi? Javob. Sajda peshona, burun, 2 qo'l, 2 tiz va 2 putdan iborat 7 a'zoni yerga tekshi qo'yish bilan qilinadi. 340-savol. Namozning oxiridagi o'ltirishning miqdori qanchalik? Javob. Namozning oxiridagi o'ltirishning farz bo'lgan miqdori at-tahiyatuni o'qib bo'lg'uchilik vaqtdir. Uningdan ortig'i sunnat, ammo at-tahiyatuni o'qish vojibdir. Namozning vojiblari. 341-savol. Namozning vojiblari qaysilar? Javob. Namozning vojiblari tuvandikilar. Birinchi, namozni boshlaganda Allohu akbar degan takbirni aytish. Ikkinchi, farz namozlarning 3-chi va 4-chi rakatlardan boshqa butun namozlarda Fotiha surasidan keyin bir sura qo'shish yoki oz deganda 3 oyat o'qish. 3-chi, sajdada burun bilan peshonni barobar yerga tekkizish. 4-chi, 2 sajdani orqa-orqadan qilish. 5-chi, 2 rakatdan ko'p namozlarning 2-chi rakatidan keyin o'ltirish. 6-chi, 2 rakatdan ko'p namozlarning 2-chi rakatdan keyingi o'ltirishda
attahiyatını o'qib bo'pla, kechikmasdan 3-rakatga turish. 7. Namozdagi faoliyatlarning tartiblariga rioya qilish, har bir faoliyatni oldirmasdan qilish. 8. 2 rakatdan ko'p namozlarning 2-rakatdan keyingi o'ltirishda va namozning oxirgi o'ltirishida attahiyatuni o'qish. 9. Vitr namozida qunut duosini o'qish oldida takbir etish va qunut duosini o'qish. 10. Namozning eng oxirida ikki tarafga salom berish. 11. Jamoat bilan o'qilgan namozlardan bomdod, juma, eid, tarovih va vitr namozlarining har bir harakatida, shom, xuftan namozlarining avvalgi ikki harakatida mayli vaqtida o'qilgan namoz bo'lsin, mayli qazo namoz bo'lsin, imomning qiroatini, Fotiha va undan keyin o'qiladigan surani oshkora ovozli o'qishi. 12. Jamoat bilan o'qiladigan namozlardan peshin bilan asr namozlarida imomning qiroatini maxfiy o'qishi. 13. Qiroatda Fotiha surasini boshqa suradan avval o'qish. 14. O'zi yolg'iz o'qigan kishining qiroati, maxfiy o'qiladigan peshin, asr, vitr, 5 vaqt namozning sunnatlari va nafl namozlarda qiroatni maxfiy o'qishi, ammo bomdodning farzi, shom va xuftanning farzlariga o'xshash qiroati oshkora o'qiladigan namozlarda mayli u vaqtida o'qilgan namoz bo'lsin, mayli qazo namoz bo'lsin, qiroatni maxfiy o'qish yoki oshkora o'qish ixtiyori bo'yicha ish ko'rishi. Ammo oshkora o'qish afzaldir. 15. Sajda sahvi qilishning sabablari tepilganda sajda sahvi qilish. 16. Jamoat bilan o'qiladigan namozlarda jamoatning imomning qiroatini jim turib anglashi. 17. Eid namozining ortiq takbirlarini aytish. Namozning sunnatlari. 342. Savol. Namozning sunnatlari qaysilar? Javob. Namozning sunnatlari tuvandikicha. 1. Namozga boshlaganda, vitr namozining qunutini o'qishga boshlaganda va yoki eid namozlarining takbirlarini aytganda erlarning qo'llarini quloqlarining yumushiga qadar ayollarning qo'llarini ikki mursining barobarida ko'tarishi. 2. Her namazning birinchi rakatining boshlanishida maxfiy holda sana Subhanakallahumma ni o'qish. 3. Fotiha surasini o'qishdan avval A'udhu billahi minash shaytonir rojim bilan Bismillahirrohmanirrohim ni o'qish. 4. Fotiha surasini o'qib bo'lgandan keyin maxfiy yoki oshkora amin deyish. 5. Qiyamda o'ri turganda erlarning o'ng qo'lini so'ng qo'lining ustiga qo'yib, kindikining ostida yoki ustida va yoki ko'ksida tutishi, ayollar qo'llarini ko'ksida tutishi. 6. Namozda o'ri turganda ikki putining oralig'ini eng oz deganda 4 barmoq azodi siqqidek ochiq tutish. 7. Rukudan turganda Samiallohu liman hamida va Rabbana va lakal hamdu deyish. 8. Ruku va sajdalarga berish, birinchi sajdadan turish, ikkinchi sajdaga berish, yana sajdadan turish orqali yo'tkilishlarning hammasida Allohu akbar deb takbir etish. 9. Rukuda Subhan rabbiyal azim ni, sajdada Subhan rabbiyal alani eng az 3 qaytimdan deyish. Rukuda qo'llarning barmoqlarini ochgan holda tizlarni tutib, erlab belini tuz qilib turish. 11. Sajdaga berishda avval tizlarni, ondan qo'llarni, ondan peshonini yerga qo'yish. Sajdadan turishda bu tartibning aksicha ish ko'rish. 12. Namozdagi o'ltirishda erlarning so'l putlarini yotqizib ustiga o'ltirgan va o'ng putlarini barmoqlarini qiblaga qaratib tiklagan, ayollarning so'l va o'ng putlarini o'ng tarafga yotqizib o'zi yerda o'ltirgan holda qo'llarini tizlarining ustiga qo'yib, barmoqlarining uchilarini qiblaga qaratib o'ltirishi. 13. Namozning eng oxirgi o'ltirishida at-tahiyatudan keyin Allohumma salli ala, Allohumma barik ala durudlarini va Rabbana duosini o'qish. 14. Salom berishda avval o'ng tarafga, ondan so'l tarafga boshni siliq cho'rgan holda Assalomu alaykum va rahmatulloh deyish. 15. Tashahhud o'qiganda o'ng qo'lning ko'rsatkich barmog'i bilan qiblaga ishorat qilib o'ltirish. Namoz o'qishning qoida tartiblari. Bomdod namozining o'qilishi. 343. Savol. Bomdod namozining sunnati qanday o'qiladi? Javob. Namozning shartlarini hozirlab bo'lgandan keyin tahorat bilan pokiz yerga boramiz. Agar yerning pokiz bo'lmaslik ehtimoli bo'lsa, joy namoz ishiltimiz. Joy namozning yo'linishini qiblaga qaratib selib, uning ustiga kelib,
qiblaga yuzlangan holda to'ptiz o'ri turib ichimizda Alloh roziligi uchun bomdod namozining 2 rakat sunnatini o'qishga niyat qildim deb niyat qilamiz va Allohu akbar deb takbir etib, ikki qo'limizni ikki quloqning barobarida ko'taramiz. Halqonlarni qiblaga qaratamiz. Ayollar takbirda ikki qo'lini ikki birisiga ko'taradi. Halqonlarni erlarga o'xshash qiblaga qaratadi. Takbir etib bo'lgandan keyin qo'llarimizni tushirib, kindikimizning ostida yoki ustida va yoki ko'ksimizda tutib, o'ng qo'limizning olqinini so'l qo'limizning olqinining dumbisi ustiga elib, o'ng qo'limizning bosh va chimchiloq barmoqlari bilan so'l qo'limizning beg'ishini tutib turamiz. Ayollar qiyomda turganda qo'llarini ko'kraklarining ustiga qo'yib turadi. O'ng qo'lini so'l qo'lining ustiga qo'yadi. Ko'zlarini sajdaga qaratib, putlarini him jiplashtiradi. Tizlari tik turadi. Er va ayol har qanday kishi qiyomda turganda ko'zlari sajdaga qarab turadi. O'ng so'lga yoki yuqori tuvanga qarashga bo'lmaydi. Shundaqla ko'zlarini yumib olishga bo'lmaydi. İki putunun aralığı en az degende 4 barmak azadı sıkkıdek kenglikte uçuk kaldırıldı. Tizlarını egmezden tik tutup durdu. Baş gevde o'ng solga tevrenmezden azraq sangılap durdu. Tekbir etip boğandın keyin bunu sananı okuymiz. Subhanakallahumma ve bihamdike ve tebarakesmike ve teala cedduke ve la ilahe gayruk. Andın Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve Bismillahirrahmanirrahim deymiz. Andın Fatiha suresini okuymiz. Fatiha suresi Elhamdülillahi Rabbil Alamin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdina siratal mustaqim Siratal lezîne en'amte aleyhim Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Fatiha suresi okulgandan keyin yana bir sure va yoki oz deganda 3 oyat o'qiymiz. Masalan, Maun suresi. Araytallazi yukazzibu bid-din, fazalikallazi yad'ul yatim va la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un va yamna'un al-ma'un. Ondan keyin Allahu akbar deb takbir etib ruku qilamiz. Ruku ikki qo'limizning barmoqlarini ochgan holda ikki tizimizni tutib bosh bilan bel qismini o'xshash takshilikda tuz egimiz. Ayollar yerim egiladi. Qo'llarini tizlarining ustida tuz tutadi. Barmoqlarini ochmaydi. Rukuda 3 qatim Subhan rabbiyal azim deymiz. Rukudan turishda Samiallahu liman hamida deb turamiz. Rukudan turib o'ri bo'lgandan keyin qo'llarimizni yon taraflarimizga qo'yib bergan holda tuz turib Rabbana va lakal hamdu deymiz va biroz turamiz. Ondan Allohu akbar deb takbir etib sajdaga boramiz. Sajda qilishda avval tizlarimizni, ondan qo'llarimizni, ondan peshonamizni, eng oxirida burnimizni yerga tekkizamiz. Peshona ikki qo'lning o'ttirisiga to'g'rilanadi. Jaynaklar yerga tegmaydi. Ikki yo'ta qo'rsig'imizga tekkizilmaydi. Ikki putimizni bir-biriga juplashtirib turamiz. Qo'l va put barmoqlarimiz qiblaga qartildi. Ayollar putlarini o'ng tarafga yon to'qilib yotqizadi. Jaynaklarini biqiniga, tizlarini qo'rsoqlarga chaplab turadi. Sajda asnosida 3 qatim Subhan rabbiyal a'la deymiz va Allohu akbar deb boshni ko'tarib o'ltiramiz. Sajdadan turishda avval yuz, ondan qo'llar, ondan tizlar ko'tariladi. Ikki sajda o'ttirisidagi o'ltirishda eng oz deganda Subhanalloh degichilik vaqt o'ltiramiz. Payg'ambar alayhissalom bu arada Rabbighfirli deb Alloh taoladan mag'firat tilaydi. Ondan qayta Allohu akbar deb takbir bilan yana sajdaga boramiz. Sajdada yana 3 qatim Subhana rabbiyal a'la deymiz. Ikkinchi sajdadan keyin yana Allohu akbar deb takbir etib o'ri turamiz va ikkinchi rakatga boshlaymiz. Ikkinchi rakatda Bismillahirrohmanirrohimni o'qiymiz. Ondan Fatiha surasini o'qib bo'lib amin deymiz. Ondan Qur'ondan qolgan suradan birini va yoki oz deganda 3 oyat o'qiymiz. Masalan, Kavsar surasi. Inna a'tayna kal kawsar fasalli li robbika wanhar inna shani'aka huval abtar. Ondan xuddi birinchi rakatda qilganimizga o'xshash ruku va sajdalarni tamomlab bo'lib Allohu akbar deb takbir etib o'ltiramiz. Namozda o'ltirganda erlar o'ng putining barmoqlarini qiblaga qaratadi. Buning uchun erlar o'ng putini tik tutadi, so'l putini o'ng tarafga yotqizib, uning ustiga besib o'ltirdi.
ikki qo'lini barmoqlarini erkin ochgan holda ikki tizining ustiga qo'yadi va ko'zini quchig'iga qaratadi. Ayollar ikki putini o'ng tarafga yotqizib, paqalchikini besib o'ltiradi. Qo'llarini tizlarining ustiga qo'yib, ko'zlarini ikki tizining orasiga qaratadi. O'ltirganda avval at-tahiyatu duosi o'qiladi. At-tahiyatu lillahi va salavatu va tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillohis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Tarjimasi: Madihiylar va salomlar Allohga bo'lsin. Allohning salomi, rahmati va barakati sizga bo'lsin ey ulug' payg'ambar. Biz namozga hozir bo'lgan barliq jamoat va farishtalarga va Allohning yaxshi bandalariga Allohning ofiyati va omonligi bo'lg'ay. Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'qligiga, Muhammad alayhisalomning Allohning bandasi va barhaq payg'ambar ekanligiga chin qalbimdan guvohlik beraman. Ondan keyin Allohumma salli ala va barika rabbana lar o'qiladi. Allohumma salli ala duruti. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrohima va ala ali Ibrohima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala duruti. Allahumma barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohima va ala ali Ibrohima innaka Hamidum Majid. Tarjimasi: Ey Allah, İbrahim aleyhisselam ve onun ailesiga bereket ata qilganingdek Muhammad aleyhisselam ve onun ailesiga bereket ata qilgin. Sen hakikaten madihiga loyiq ulug' zotsan. Rabbana duosi. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil ahirati hasanatan va qina azaban nar. Tarjimasi: Ey Allah, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin. Yuqorqilar o'qilib bo'lgandan keyin boshni avval o'ng tarafga siliq cho'rib, assalomu alaykum va rahmatulloh deymiz. Ondan boshni so'l tarafga siliq cho'rib, assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beramiz. Buning bilan bomdod namozining sunnatini o'qib bo'lgan bo'lamiz. 344-savol. Bomdod namozining farzi qanday o'qiladi? Javob: Bomdod namozining farzining o'qilishimi xuddi uning sunnatining o'qilishiga o'xshashdir. Faqat niyat farqli bo'ladi. Chunki sunnatga sunnat, farzga farz deb niyat qilish kerak. Yana bir farqi shuki, bomdod namozining farzini o'qish oldida erlar uchun takbir etish sunnatdir. Ayollarga kerak emas. Bomdod namozining farziga Alloh rozilik uchun mushu vaqtning farzini o'qishga niyat qildim deb niyat qilinadi.